Salomatmisiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Uka, yaxshimisiz? Rahmat. Nechinchi kurs bo'ldingiz endi? Ikkinchi kurs bo'ldim. Ha, yaxshi. Qayerga ketyapsiz? Kvartiraga qaytayotgandim. Ha, menga qarang uka. Biz yangi taom qo'shgandik. O'shani bir ta'mini ko'rib bering. Bir yordam qiling bizga. Agar yaxshi desangiz, bemalol qolganligini sotaverardik. Haligi paligisi yo'q, yuring. Qani? Mayli. Qani? Assalomu alaykum. Xo'p. Ikkita set shu yerga, tez. Xo'p bo'ladi. Talabalik paytim esimga tushib ketdi. Ajoyib paytlar edi. Yashang. Haligi aka, sizda Marhamat. Qani? Rahmat Zafar. O, Hisobot tayyor. rahmat, hozir. Qani bularni bir yeb ko'ringchi? oling, siz ham. Yo'q. Bu faqat siz uchun. Siz bemalol ovqatlanavering. Men bu yerda ozgina ishim bor meni, xo'pmi? Xo'p. Bemalol ukam. Kechagi hisobotdan hech qanaqa kamomad chiqmadi. Bugungilarni kechga beraman. Yangicha set qilyapmiz. Ichiga yana bitta ichim. Guzar aka bezovta qilmadimmi? Ha uka. Nima turib oldingiz? Bo'ldim. Maza qildik, rahmat. Yo'qdimi? Ha, juda ham. Ha, yaxshi. Haligi aka, siz bilan qayerdadir ko'rishmaganmidik? Ochig'ini aytsam, taniy olmadim. To'g'risini aytsam, men ham sizni tanimayman uka. Ha, Shu yerda birinchi marta ko'rib turibman. unda Yo'q. aka, Siz bemalol. Sizni samimiy bir mehmon qilgim keldi. Ovqatlar yoqdimi? yoqdi. Xush kelibsiz. Rahmat. Ukam, to'xtang. Hozir kirgan joyingiz o'zimizning joy. Talaba ekansiz, qachon och qolsangiz, shu och qolishingiz o'qishingizga ta'sir qiladigan bo'lsa, hech ikkilanmasdan o'zimni hisobimdan borib ovqatlanavering. Xo'pmi? Agar shunday qilmaydigan bo'lsangiz, sizdan hech qachon rozi bo'lmayman. Yaxshi o'qing. Charchamang.